Akazgina qo'shib bering. Sizlarni Instagramdan kuzatib, yaxshi ko'rib kelyapman. Mashinalarni hisoblab bering. Instagramda chiqadigan bo'lasizmi siz? Na, shunaqa. Qaynonamni ranjitib qo'ygandim. Tillarimni sotib mashina bermoqchiman. O, qanaqa malades kelinsiz, ey? Men 585 probar ekan. Hammasi asl. Ular 585 probar. Bugungi kunda bejalangan narxdan kelib chiqamizda. 1,50 mingdan to'g'ri kelyapti. Xo'p. Hop, umumiy og'irligi 64-35 chiqdi. Ham o'zingizdagi oddiy toshlar minus bo'ladi. 0.35. Bugungi kunda 1,50 mingdan bo'lganda 67 million 200 bo'lyapti. Nima deysiz? Ozgina yetmayotgan. Men bilan ham hisoblab bering. Xo'p bo'ladi. Shunaqa qilib qaynonamga mashina olib beraman deng. Qaynonamni bir xursand qiling. Ertaga tug'ilgan kunlari. O, umrlarimiz uzoq bo'lsin. Hop, bulardan 585. 67 million 200 bo'ldi. Bularni hozir qo'shib olamiz. Mana o'zingizda ham oddiy toshi bor ekan, o'sha ham minus bo'ladi. Imkon qadar kamroq minus qilaman. Hop, 36.05 chiqdi. Minus 0.2. 1,50 dan hisoblaganimizda 37 million 642 ming chiqdi. 37 million 700 deng. 37 million 700 plus 67 million 200. Jami 104 million 900 bo'lyapti. Akazgina qo'shib bering. Sizlarni Instagramdan kuzatib, yaxshi ko'rib kelyapman. 105 million qilib beraman, nima deysiz? Baribir mashinaning xarajatlari ko'proq-da. Ozgina kelishtirib qo'shib beravering. 105 million 200 qilib beraman. Bo'ladimi? Yana ozgina qo'shib bersangiz, qaynonamni yana xursand qolardim, ozgina. 105 million 300 oxirgisi taqalgan. Xo'p, rahmat. Hozir pul sanab beraman. Bu yoqda 50 million. Bu yoqda 20, 40, 50 million. Yana 100 million bo'ldi. Hozir sizga yana 5 million 300 sanab beraman. Shunda 5 million 300. 105 million 300 bo'ldi. Barakasini bersin. Rahmat, kattakon. Qaynonam rosa xursand bo'ladigan Xudo xolasa. Qanaqa mashina bermoqchisiz? Gentra. Xo'p, xudo xolasa. Apply olsangiz bizda saytimizda bor. Tillarni dastavka ham qilib beramiz. Wow, rostdan. Xo'p, rahmat, kattakon. Ko'rishguncha.